Biz ham xuddi shu shartni qo'ydik. Har bitta podpiskaga maydalashib o'tirmadik, 1000 so'mdan beramiz. Assalomu alaykum barchaga. Eng oxirgi trend mavzulardan biri xodimlarga oylikka berish masalasi bo'yicha, oylik ko'tarish masalasi bo'yicha mana Diyorbek ukamiz mana shu joyda qana qilayotgan kontentimizni orqasida turadi, ya'ni parda ortidagi inson. Diyorbek ukamiz, mobilograf ukamizga oylikni ko'tarib bering dedilar. Biz ham xuddi shu shartni qo'ydik. Har bitta podpiskaga maydalashib o'tirmadik, 1000 so'mdan beramiz. Har bitta podpiskaga xuddi shu videoning orqasida kelgan barcha insonlarga, ya'ni çok 1000 so'm dedimi? Çok $100 degani, çok 1000 so'mdan har bitta podpiska, sizlarning podpiskanglar shu bolani oyligi turadi. Qani do'stlar, biz ham challenge hisoblab ko'raylikchi. Ro'ppa rosa bir hafta berdik. Bugun mana hozir bozor kuni olyapmiz. Yanagi bozor hisob kitob qilib naqd qo'liga beramiz. Gap bitta 1000 so'mdan har bitta podpiskaga. Hozir podpiska soni nechta ko'rsating? Hop, podpiskalarimiz soni hozir kanalimizda, ya'ni mana 12800 ta turibdi. Xudo xolasa maksimal podдержка deb turasizlar. Imkon bo'lsa barcha tanishinglarga yuboringlar. Endi bu nima deydi? Qanaqadir noto'g'ri eshitilishi mumkin, lekin podдержкада bo'linglar, tanishlarga jo'natinglar. Короче, challenge boshlandi. Rahmat hammaga.